Tishingizga bulonma qo'yib bo'ldik. Endi tishlaringiz qiyshiq-mishiq ekanda, shuni to'g'rilatishingiz kerak. Shunda oyday qiz bo'lasiz. Bizlarning o'tkir dental klinikamizga breketlarga skidka bo'lib turibdi. Puldan muammo yemang. Az erim aytman $1000 tashaveradi. Yo'q, qo'ng'isog'i oltinmi, bijuteriymi? Oltin, meni budjetdan o'xshab turibsizmi ya? Men yerdan mening provos ko'rinmay turganda. Aytqancha, qachon ishlaymiz shunda breketingizda? Hozir siz ishlayveravering. Ertaga ishlaydiq, hozir sizning tishingizga bulonma qo'ydik-ku. Bo'ldi, ertaga bo'lsa ertaga. O'zi qiyshiq qizlaringizda endi to'g'ri chiroyli qiz bo'lgansiz. Yoqdimi o'zingizga? Allohga yoqdi. Bo'ldi. Ketajaksizmi? Ha, ketaman. Erim kelyapti edi, tashaveramiz sizni. Yo'q, qo'ying, tushinaman. Nima qilsa qolsiz, turing ketamiz. Yaxshi. A few moments later. Yuring, ketdik. Ana erim kelib turibdi avtobusda. Shu? Aha. Sen ering? Men erim. Nishepsiz? Qonuniy erim. Shu mening sho'r peshonama bitgan zaksnoy erim. Kichkina singling ekan. Мои кайф заработан потом и кровью.